Assalomu alaykum oliyjanoblar kanalining qadrli obunachilari. Bormisiz, omonmisiz do'stlar? Hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays tur firmasining rasmiy ofisiga yetib kelganmiz azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga noyabr oyiga yangi narxlar va yangi shart-sharoitlar haqida batafsil ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka va opa-singillarga videoni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling, biz sizlarga Qahramon akamiz o'zlaridan to'liq ma'lumotlarni olib yetkazishga harakat qilamiz. Qahramon aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshi yo'ldingizmi? Charchamayapsizmi aka ishlar bilan? Rahmat. Qahramon aka, hozirgi kunda safarimiz necha kunlik bo'ladi va qayerlarda bo'ladi? Shular haqida ma'lumotlarni berib o'tsangiz. Xudo xolasa, safarimiz 14 kunlik bo'ladi. Toshkentdan reyslarimiz bor, Vodiydan reyslarimiz bor. Farg'onadan 16-kuni, 22, 25, 29-kuni Farg'ona Madina reysimiz Pramoy. Namangandan esa haftada bir kun bo'ladi. Toshkentdan kunora reyslarimiz bor. Xudo xolasa. Safarimiz necha kunlik bo'ladi shunda? Xo'p, safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 14 kun mobaynida 3 kun Madinada, 11 kun Makkada bo'ladi. Madinada esa 2 mahal milliy taom beriladi. Makkada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Gastnitsa oraliqlarimiz Madinada 150-200 metr bo'ladi. Makkada esa 1,5-2 kilometr oralig'ida. 20 minutda piyoda boradiganlar uchun 20 minutda borsa bo'ladi. Avtobuslarimiz ham bor. Bemalol avtobuslar bepul xizmatda. Demak, 24 soat mobaynida avtobus xizmati ham yo'lga qo'yilgan. Shunday. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agarda siz ham ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan birgalikda umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, joylarni bemalol bron qilishlaring mumkin. Albatta, qo'ng'iroq qilayotganda oliyjanoblar kanalidan ko'rib telefon qilyapman deyish esdan chiqmasin azizlar. Xo'p, Qahramon aka, bundan tashqari, misol 14 kun safar mobaynida ziyorat va sayohat shu kabi narsalar ham yo'lga qo'yilganmi paket ichida? Bitta bu paketimiz ichida sayohatlarimiz yo'lga qo'yilgan. Qizil dengiz, Arafat tog'i, Xurmo bog'i, Qur'on zavodiga yo'lga qo'yilgan va qolgan nimalar sayohatlarimiz ham 50 boshlarimiz tomonidan olib kiriladi. Xudo xolasa, ya'ni 14 kun mobaynida shu ziyorat va sayohat hammasi o'z ichiga oladi. Bitta bo'ladi. Ya'ni bir martalik to'lovda evaziga bo'ladi, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, agarda siz bizni musofirdan kuzatib turgan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApp orqali ham bemalol o'zlaringni qiziqtirgan savollarni yo'llashlaring mumkin. Ya'ni siz obunachilarimizga imkon qadar chegirmali narxlarda va bonusli narxlarda ya'ni umra ziyoratiga taklif qilinadi. Bu Centrum Holidays Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida, ya'ni Poyzol vokzalining oldida joylashgan. Xolasangiz kelib ham batafsil to'liq ma'lumotlar olishlaring mumkin. Xo'p, Qahramon aka, hozirgi kunda mana shu aytib o'tib ketilgan sanalarga, ya'ni 16, 22, 25, 29 sanalarga Farg'ona Madina va haftada Namangan reyslari ham bor. Xuddi shunday. Bundan tashqari Toshkent yo'nalishi bo'yicha Toshkentdan kunora reyslarimiz bor. Bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, narxlarimiz necha pul belgilandi? Xo'p, Vodiydan 1050 dollar, Farg'ona Namangan, Toshkentdan esa 1000 dollardan qilib beryapmiz. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri parvozlar bo'ladi. Hech qanday prisatkalar yo'q. Yo'q, unaqa. Hurmatli obunachilar, mana o'zlaring eshitdilaring, 1050 dollardan Vodiydan, ya'ni Farg'ona Namangan yo'nalishi bo'yicha, 1000 dollardan Toshkent yo'nalishi bo'yicha to'g'ridan to'g'ri parvozlar Centrum Air samolyotlarida amalga oshiriladi. Xo'p, to'lovlarni qanday amalga oshirishlari mumkin, Qahramon aka? Xo'p, to'lovlarni bizni Vodiydan bo'lsa, yaqinroq bo'lsa, kelib ofisimizga to'lovlar qilishlari mumkin. Agar uzoqroqdan ko'rib turgan bo'lsa, o'zlariga yaqin bo'lgan banklardan o'tkazsa bo'ladi. Nomerda ekranda nomerlarga aloqaga chiqsin. Biz Telegram orqali shot raqamlar beramiz. Xohlagan banklarga kirib o'tkazib to'lovlar qilishlari mumkin. Ya'ni bu yerga kelib ham rasmiy kassalarimiz bor, Xuddi shunday. Rasmiy kassalar orqali ham to'lovni amalga oshirishlari mumkin. Xohlasa, o'zlariga yaqin bo'lgan bank orqali ham to'lovlarni amalga oshirishlari mumkin. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, ya'ni rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays bilan o'zingizni va oila a'zolaringizni birgalikda umra ziyoratiga olib bormoqchi bo'lsangiz, mana shu firma orqali xudo xolasa bog'lanadigan bo'lsangiz, xudo xolasa chiroyli ibodat va ziyorat va ham sayohatlarni qilib kelish imkoniyatiga ega bo'lasizlar azizlar. Xo'p, Qahramon aka, xudo xolasa oliyjanoblar kanalidan chiqyapman deysa, yana bir bonus va chegirmalar qilib beriladimi? Telefon qilishaversin, chegirmalar qilib beramiz. Beriladi, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, bizni kuzatishda davom etinglar. Siz obunachilarimizga kundan kunga yangiliklar chiqarib boriladi. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, kommentariyaga niyat qildim, inshaalloh bizga ham nasib qilsin deb kommentariy yozib qoldirishni
unutmanglar azizlar. Bizni kuzatib boringlar. Keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Asosiysi o'zingizni ehtiyot qiling. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.